Her günü dal vaqtida beliq tutish nuqtasiga berib, yangi beliq setib olib kelib, har qaysi joylardan kelgan sayohatchilarning Burultoqayning yangi beliqidan tayyorlangan qo'rimlarga eg'iz tegishiga kafolatlik qilyapman. Buningdan boshqa shu yerdagi oshpazlar beliqni eng ibtidoiy usul bilan pishirdi. Asoslig'i g'o'l piyoz, zanjivil, samsaq qatorliqlarni qo'shimiz. Tetitqo materiallarni ancha ko'p ishlatmaslik kerak. Mushundaq bo'lganda ondan uning asli ta'miga kafolatlik qilg'ili bo'ladi. Bu beliqning ta'mi haqiqatan yaxshi ekan. Bu yil Burultoqay nahiyasi yemak-ichmak, yotoq, yo'l yurish, sayohat qilish, mol setib olish va ko'ngil ichish qatorliq 6 jihatdan sayohat mulozimat iqtidorini o'stirdi. Yultuz darajalik mehmonxonadan 4 ni selavatimiz. Hozir bultur selingan bir mehmonxona ishga kirishtirib, 500 dan ortiq karvat o'rlashtirib, qishliq beliq tutish bayramiga qatnashishga kelgan sayohatchilarning xushal-xuram o'ynashiga sharoit yaratib beramiz. Altay Şöbe Hərbi rayonu yaqında 0-dan tövən 26 Selsiya gradusluq muhitda, qarlıq dalada əməli cəng manevri ötküzüb, cəng tələbiga uyğun gəlməydiğən bir qism usullarını özgərtib, qismning cəng qilish iqtidorini oshirdi. Bu qitimqi manevrda barliq mashq turlarini yetakchilik korpusi xohlagan vaqtda o'zgartib o'rlashtirdi. Ofitser askarlar Tuzko'l dovonining sharqidagi noma'lum egizlikka kelganda oldi tarafdagi ko'rik buzilg'achqa avtomobil mang'almaydiganligini ko'rdi. Qo'mondonlik korpusi tezlikda ahvolni tahlil qilib, zapas yo'ldan mengishga buyurdi. Kech soat 10 dan 40 minut o'tganda ofitser askarlar amdili uxlashiga yetakchilik korpusi qo'mondonlik korpusiga dushman ahvoli to'g'risidagi jiddiy ahvolni uqtirdi. Qo'mondonlik korpusi diqqat. Chorvachining doklatiga asoslanganda qo'nalg'unlarning sharq shimolidan 1,15 kilometr yiroqlikdagi joyda kaltak ko'tarib olgan necha 10 terrorchi unsur bayqaldi. Ular sizlarning qo'nalg'iga yaqin joyda. Darhol bir taraf qilinglar. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, hozir kech soat 11 bo'ldi. Jiddiy ahvolga taqobil turish tarmoq atrati buyruqni topshirib olibla, darhol belgilangan joyga qarab atlandi. Ofitser askarlar naq maydonga kelgandan keyin kaskin tadbir qo'llanib, dushmanlarni bo'ysundirdi. Bu qitimqi dala mashqi uda 5 kun kecha-kunduz davomlashib 18 tur bo'yicha manevr ishlandi. Qo'mondonlik korpusi harbiy yurishda dala mashqi yetarlik bo'lmaslik, dan payning hujumini tashkillash muvofiq bo'lmaslik, qurol-yarog' va o'q-dorilarni boshqarishi ilmiy bo'lmaslik qatorliq 23 xil masalani tep chiqdi. Mashq qilish, manevrni kuchaytirish va mashq davomidagi jonsizlik qatorliqlarni o'zgartirishni muhim nuqta qilib, haqiqiy jang talbi bo'yicha ofitser askarlarning iqtidorini o'stirishga tirishdik. Amaliy mashqni haqiqiy kuchaytmasak, muqimlikni qo'g'dab, chegara rayonini gullantirishni ishga oshirg'ili bo'lmaydi. Tarabag'tay viloyatining Maytas tashyo'l bo'ligida 2 kundan buyon yana shivirg'an chiqdi. Tunog'in tushdan keyin bir pikap o'lka yo'li 201 liniyasining Maytas bo'ligiga kelganda qorda seyrilib ketib, avtomobil shakli og'ir darajada o'zgarib ketib, kapinkida 2 odam qapsilib qoldi. O't o'chirish, o't mudofialanish ofitser askarlari naq maydonga yetib kelib, ularni muvaffaqiyatli qutqizib oldi. Hamda ularni doktorxonaga davolashga yubordi. Şinjan neftlik şirketi bultur 11 milyon 800 ming tonna neft, 2 milyard 710 milyon kubmetr tabiiy gaz aldı. Türlük ticaret ko'rsatkichleri Jungo neft tabiiy gaz guruhi şirketlari ichida oldingi qatorda turib, uda 14 yil bexatar ishlab chiqarishni ishga oshirdi. Hozir kunda 3200 tonna muqim neft ilish asosida mahsulot miqdorini oldingi yildagi o'xshash mazgildagidan 10% ga yaqin oshirdi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, xabarlarimiz tugadi. Ko'rganingizga rahmat. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh. Hürmetli televizor köyçüler. Yaxşımısınlar? Bugün 1 ayının 5. günü düşenbe. Haberlerimizin görüşünlerini karşı alımız. Aldı bilen muhim mazmunlarını tanıştırmız. Merkezin 8 belgilemesi yolga qo'yilgan 2 yildan buyon er darajalik intizom tekshirish ma'muriy taftish tarmoqlari intizomni qattiq ijro qilib salmoqdan bo'shashtirmay, mas'uliyatni surishtirishni kuchaytirib, stilni tuzash, intizomni chig'itish natijasini topshirdi. Leykachang mangulik asosi etizni ayirish va aslihalik yezigilik yerlarini boshqarish to'g'risida ichilgan televiziyalik yig'inga muhim yo'l yo'riq berib, terilg'u yerni qo'g'dash kishtini puxta yasab, davlatning ochliq bexatarlik asosini mustahkamlash kerak deb ta'kidladi. Mamlakatlik tashviqot bo'lim boshliqlari yig'ini Beijingda ichildi. Liu Yunshan yig'inga qatnashdi so'z qildi. Yo'ldosh Chen Shilian tug'ilganligining 100 yilligini xotirlash suhbat yig'ini Beijingda ichildi. Jangovli yig'inga qatnashdi. Elimiz 1 yil davomlashadigan telefon qor kartalarini tuzash maxsus harakatini qanot yadırib, elektronlik axlat uchurlarini manbasidan cheklab, aloqa uchur aldamchiligi qatorliq jinoyatlarga zarba berdi. Nyu-York saqchilariga qasd qilish vaqasida qazo qilgan jongolik pushtidan bo'lgan saqchining dafna murosimi o'tkazildi. Saqchilar yana Nyu-York shahrining boshliqiga ta'tir qarab, qarshilik bildirdi. Endi xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarini ko'rsatamiz.
Partiya 18-ci qurultaydan buyon partiya mərkəzi komiteti stil qurilishigə yüksək əhəmiyyət berib 8 türlük belgilemini çıxardı. 4 xahişini tuzitishni izchil davomlashtirdi. Mərkəzi İntizam Tekşürüş Komiteti və hər dərəcəlik intizam tekşürüş məmuri təftiş organları mərkəzin orunlaşdırışlarını əməliləşdirib, mühim nöqtəni çiң tutub, stil tuzitib, intizamını çiڭitdi. Hazır mərkəzin 8 türlük belgilemisi çıqqınıga 2 yıl boldu. İntizam tekşürüş məmuri təftiş organları qandaq nəticələrini yaratdı? Mərkəzin 8 belgilemesinin ro'yiga ig'ir xiloflik qilish degan bayonlar vazifasidan qoldirilgan Xaynan o'lkasining sobiq muavin boshlig'i Tanli, Guangzhou shaharlik partkomning sobiq shujisi Wan Qingliang hamda Anxuy o'lkalik siyosiy kengashining sobiq muavin raisi Han Xiansungning partiyadan qo'g'lab chiqarilganligi va vazifasidan ib tashlanganligi to'g'risidagi xabarda ko'rildi. Partiya 18-ci qurultaydan keyin stil tuzitib, intizom chingtish, stil qurilishini ching tutish, partiya stili poklik qurilishi va chiriklikka qarshi turish xizmatining muhim tarkibiy qismiga aylandi. Mərkəzin 8 belgilemesi yolga qoyulub 2014 yılı 12 ayının 31 günügacha mamlakatdagi har darajalik intizom tekshirish ma'muriy taftish organlari mərkəzin 8 belgilemesinin ro'yiga xiloflik qilish masalasidan 77606 ni aniqlab, partiyalik kadrdan 102168 kishini tekshirib bir taraf qildi. 31338 odamga partiya intizomi ma'muriy intizom bo'yicha jazo berdi. Mərkəzi intizom tekshirish komiteti Xilonjiang o'lkasining sobiq muavin o'lka darajalik kadri Fu Xiaoguang, Xobi o'lkalik xalq qurultiyi doimiy komitetining muavin mudiri Wang Jianmin qatorliq o'lka ministrlik darajalik rahbariy kadrining mərkəzin 8 belgilemesini ro'yiga xiloflik qilish masalasini bevosita tekshirdi. Ham partiya intizomi ma'muriy intizom bo'yicha jazo berdi. Qattiq bir taraf qilish bilan birga har darajalik intizom tekshirish ma'muriy taftish organlari uqtirish chiqarish, fosh qilishni kuchaytirib, qoidaga xiloflik qilish, intizomga xiloflik qilish qilmishini oshkora e'lon qilib, ogohlantirish, cho'chitish rolini o'ynadi. Mərkəzi intizom tekshirish komiteti yana har oyda qarorlik holda mamlakat bo'yicha mərkəzning 8 belgilemesini ro'yiga xiloflik qilish masalasini tekshirib, bir taraf qilish jadvalini e'lon qildi. Hozirga qadar Mərkəzi intizom tekshirish komiteti ma'muriy taftish ministrligi mərkəzning 8 belgilemesini ro'yiga xiloflik qilishdagi tipik masalalardan 58 ni oshkora e'lon qildi. Buning ichida 2 qitimda intizom tekshirish ma'muriy taftish kadrlarining mərkəzning 8 belgilemesini ro'yiga xiloflik qilish delosidan 9 oshkora e'lon qilindi. Har qaysi o'lka, avtonom rayon, bevosita qarashli shaharlarning intizom tekshirish komitetlari 133 qitimda jami 770 tipik masalani umumiy uqtirish qilgan. Oshkora e'lon qilish, intizom tekshirish ma'muriy taftish organlarining mərkəzning 8 belgilemesining amaliyləştirilishini nazorat qilishdagi muhim tadbiri. Ismini ochiq atash, oshkora e'lon qilish qoidaga va intizomga xiloflik qiluvchilarni cho'chitadi. Keng partiyalik kadrlarga qarata yaxshi bo'lgan tarbiya va ogohlantirish bo'ladi. Shuning bilan bir vaqtda bir muhim signalni taqtadi. Ya'ni umuman intizomda talab qilinganlarga cho'qim qattiq bo'ysunish. Ehtiyotsizlikqa tegib ketmaslik kerak. Agar ehtiyotsizlikqa tegib ketsa badal to'laydi. Onundan boshqa intizom tekshirish ma'muriy taftish organlari ommaning nazorat qilib fosh qilish yo'lini ravonlashtirdi. Muhim vaqtda Mərkəzi intizom tekshirish ma'muriy taftish ministrligining to'g'rida nazorat qilish, fosh qilish maxsus beti ochildi. Fosh qilish, aloqa qilish usulini e'lon qilib, ommaning noto'g'ri stilni nazorat qilishga ilhomlantirdi. Yaqında mərkəzin 8 belgilemesinin ro'yini amaliyləştirishdə bosqichlik unum hosil qilingan bo'lsa-mu, ammo stil masalasida yanada jahillik va takrorlanish bor. Ommaning ko'z oldidagi 4 qo'yish masalasida ro'shan yaxshilanish bo'lgan bo'lsa-mu, ammo yuqori besim altida intizomga xilof qilmishlar yanada ig'ir. Ba'zi rahbariy kadrlar taksi to'sib ziyofatga qatnashadigan, ba'zi ziyofat so'rinlarga mavtayni mineral suv botilkasiga qachlab akirdigan, ba'zi hukumat xodimlari chat yiroq joylardagi sahro oromgoyi, tarbiyalash markazi, xususiy oromxonalarga yoshirincha kirib, cho'ng yeb, cho'ng ichadigan intizomga xilof qilmishlar yanada yuz bermoqda. Mərkəzi intizom tekshirish komiteti mushundaq ahvollarga qarata monolarni yana bir qitim ta'kidladi. Kim mushundaq vaziyatda xohlagancha ish qilib o'zini totmasa, partiyamizning stilini yaxshilashi uchun badal to'laydi. Har darajalik intizom tekshirish ma'muriy taftish organlari oromxonalardagi noto'g'ri stil, tarbiyalash markazidagi isrofxo'rlik qilib, rohat farog'atga berilish qilmishini qattiq tekshirib bir taraf qilishi kerak. Partiya stili poklik qurilishi va chiriklikka qarshi turish ko'rishi mangu to'xtab qolmaydi. Bu partiyani qattiq boshqarishni yangi holatga aylantirib, stil qurilishini cho'qim yiltiz tatqizdiganlikdan derak beradi. Hozir stil qurilishi xalqlik paytga keldi. İntizom tekshirish ma'muriy taftish organlari nazarini yangi ahvol, yangi masalalarga davomli qartib, davomli besim tushirib, mas'uliyatni surishtirish salmoqini so'raytib, Mərkəzin 8 belgilemesinin ro'yiga xilof masalalarni qattiq surishtirib, bevosita mas'ul kishining mas'uliyatini bevosita surishtirib qolmay, yana aloqador rahbarlarning asosiy mas'uliyati va nazoratchilik mas'uliyatini qattiq surishtirib qilib, hamma odam mas'ul bo'lish, hamma odam o'z mas'uliyatini ado qilishdek vaziyatni haqiqiy shakllantirib, bu orqali xizmat unumimizni uzluksiz mustahkamlab, stil qurilishining yiltiz tortishini ilgari surishimiz kerak.
Bugun Мәңгүлік асаслық etizlarni ayırış ve əslihəlik yezigilik yerini başquruş televiziyalik yığını açıldı. Mərkəzi Komitə Siyasi Bürosu Daimi Komitetining a'zosi Goyan Zonglisi Li Keqiang muhim tasdiqiy yo'l yo'riq berdi. Yo'l yo'riqda munolar ko'rsatildi. Elimizda odam ko'p, yer oz. Har qanday vaqtda terilg'u yerlarning eng tuvan cheki asosiy etizlarning tuvan chekiga kapolatlik qilish kerak. Son va sifatga tang ahamiyat berishda ching turib, mangulik asosiy etizlarni aniq ayirib, alohida qo'g'dashni qat'iy yo'lga qo'yish, terilg'u yerlarni haqiqiy turda qo'g'dab, davlatning ochliq bexatarlik asosini mustahkamlash kerak. Yezigiligini zamonaviylashtirishni ilgari surishda aslihalik yezigiligini taraqqiy qildirish zarur. Alohida yer ishlatish siyosatini aniq bekitish bilan bir vaqtda yer ishlatishni boshqarishni qattiq qiliblashtirish, o'lchab tekshirish va haydakchilik qilishni kuchaytirib, yerga chetishlik qonun belgilamiga xilof masalalarga qarta haqiqiy turda qattiq tadbir qo'llanib, mas'uliyatni nuqtaliq surishtirish kerak. Yerlik har darajalik hukumatlar subyektivlik mas'uliyatni haqiqiy turda ustiga olib, yezi yer tuzumi islohotini cho'nqurlashtirib, yangicha shaharlashtirishni ilgari surish davomida terilg'u yerni qo'g'dash tuzumi, yerni tejab ishlatish tuzumini qat'iy bo'shashmay yo'lga qo'yish kerak. Go'yaning muavin zonglisi Jangavli tasdiqiy yo'l yo'riq berib, davlat zamin boylik tarmoqlaridan Zongli Li Keqiangning muhim yo'l yo'riqining talabini izchillashtirish va amaliylashtirish, turli xizmat vazifalarini puxta amaliylashtirish, terilg'u yer va asosiy etizning eng tuvan chekini qat'iy qo'g'dash, tirishib yeshil yezi qurib, ochliq bexatarligiga kapolatlik qilib, avlodlarga baxt yoritish kerak deb ko'rsatdi. Boshqa shu yerdagi oshpazlar beliqni eng ibtidoiy usuli bilan pishirdi. Asosligi g'o'l piyoz, zanjivil, samsa qatorliqlarni qo'shimiz. Tetitqo materiallarni ancha ko'p ishlatmaslik kerak. Mushundaq bo'lganda ondan uning asli ta'miga kapolatlik qilg'ili bo'ladi. Bu beliqning ta'mi haqiqatan har kuni dal vaqtida beliq tutish nuqtasiga berib, yangi beliq setib olib kelib, har qaysi joylardan kelgan sayohatchilarning Burultoqayning yangi beliqidan tayyorlangan qo'rimlarga eg'iz tegishiga kapolatlik qilyapman. Buningdan yaxshi ekan. Bu yil Burultoqay nahiyasi yemak-ichmak, yotoq, yo'l yurish, sayohat qilish, mol setib olish va ko'ngil etish qatorliq 6 jihatdan sayohat mulozimat iqtidorini o'stirdi. Yultuz darajalik mehmonxonadan 4 ni selavatimiz. Hozir bultur selingan bir mehmonxona ishxona beri o'tkazib, jang talabiga uyg'un kelmaydigan bir qism usullarni o'zgartib, qismning jang qilish iqtidorini oshirdi. Bu qitimqi manverdan barliq mashq turlarini yetakchilik korpusi xohlagan vaqtda o'zgartib o'rinlashtirdi. Ofitser askarlar Tuzko'l dovonining sharqidagi nom kirishtirib, 500 dan ortiq karvat o'rinlashtirib, qishliq beliq tutish bayramiga qatnashishga kelgan sayohatchilarning xushal-xuram o'ynashiga sharoit yaratib beramiz. Altay Şöbe Hərbi rayonu yaqında 0-dan 26 Selsiya gradusluq muhitda, qarlıq dalada əməli cəng